Жүрек қан tomurlarga qo'yilgan türinkning umri bilamdi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Asiya doktor. Nurg'un do'stlarimizning nazarida yurak qon tomirlarga türik qo'yilgandan keyin bu türiklarninki umri 5 yil atrofida 5 yil vaqt o'tgandan keyin buni bir almashtirib turishimiz kerak degandek shunday ko'z qarashlar bor ekan. Undaqda bu xil ko'z qarashlar to'g'rimi? Buning javobi qiziqsangiz, avval meni qo'shib olib, andan davomini anglang. Әмнiyeti жүрек қан tomurlarga qo'yilgan türikninki ömrü bizning ömrümüzden uzun bo'ldi. Hozir ishlatadigan shu metal türik bo'lsa, asosliqi guniya yoki bo'lmasa guga qatorliq alayda metallarning birikmasidan yasalgan bo'lib, bu xil metallarninki ximiyalik tarkibi nihoyat turaqliq, oson ximiyalik reaksiya yuz bermaydi. Shunga badanimizga kirgandan keyin yo tatlashib ketmaydi, yo sunib ketmaydi, yo erib ketmaydi. Endi bu yerga kelgan vaqtda nurg'un do'stlarimiz o'ylashi mumkin. Agar qon tomirlarini ichiga qo'ygan turikning umri biznikidan uzun bo'lsa, nima uchun biz qon tomirlarga turik qo'ygandan keyin mushu turiklarning ichida yana qaytadan tarixiy to'sish ahvollari yuz berdi deb o'ylashi mumkin. Gerçi bir qism do'stlarimiz mush qon tomirlarga turik qo'ygandan keyin turiklarning ichida yana qaytadan to'sish tarixiy ahvoli yuz bergan bo'lsa-mu, bu hargizmi bizning qon tomirlarimizning ichidagi turikning ichi etilib yoki turiklar makchib qolganlikdan kelib chiqqan ahvol emas. Belki özümüzdeki şu qon tomirlarniki to'silishi yoki tarayishiga munosabatlik xatarlik omillarni yaxshi kontrol qilolmaganlikdan yana shu o'rindagi qon tomirlar bo'lkida qaytadan maydonchalari yoki qondoqchilari paydo bo'lib, shunga tayson yurak kasal bemorlariga nisbatan bo'libmi shu qon tomirlarga turik qo'ygan odamlarga nisbatan qon besimini, qondagi mayni, qondagi tatliqni kontrol qilishimiz bu nihoyat muhim. Shuning bilan bir vaqtda uzun mezgillik qarorlik holda dori yeb turishimiz bek muhim. Do'stlarning foydalanib qilishni umid qilaman. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz, yurak bir inkas rayoniga siz qoldirishni unutib qolmang. Biz kelarki salat ko'rishaylik. Xayr xo'sh.